Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Farik. Bugungi videoda men sizlarga o'zimni bandamdagi mashinalarni, skladimni ko'rsataman. Keyin skladdagi materialdan qanaqa qilib оружие yasashni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rib turinglar, video qisqa bo'ladi deb umiddaman. Hop, hozir skladni ko'ramiz birinchi. Shkafda толковый narsa yo'q, hech nima. Как раз atmichkani ham yasab olish kerak bo'ladi. Hozir atmichka kam qolganda. Buning uchun metal kerak bo'ladi. Qancha metal bo'lsa hammasiga yasab tashlayveraman. Buni o'zini komandasi bor, Makiki degan. Shuni bosamiz. Mana craft bo'laveradi o'zi. Tirs. Paki yetadi. Hop, buni joyiga qo'yamiz. Ko'paydi. Bu mashina bugun qilganda kerak bo'ladigan narsa. Endi amayli yana ozgina qilib qo'ying. Bo'ldi, metal ham qolmadi shu bilan. Tak, buni ham joyiga. Endi оружие yasaymiz. Mana shu materialdan yasasa bo'ladi. Tak, buni o'zimizga olamiz birinchi. Aha. Makigun degan komandani terib joy ham qolmabdi. Xo'p, bizga hozir MK kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta оружиеning o'zini ID nomeri bor. Makigun komandasidan keyin o'sha IDsini yozamiz. Mana например, MK da 7 ekan. Makigun 7 qilamiz, craft bo'ladi. MK. Bams, готов. Ko'rdinglarmi? Endi sayga ham yasaymiz. Saygani skladga solib qo'yamiz, kerak bo'ladi bolalarga. Uni IDsi necha ekan endi? Hop, to'r. Bams, bu ham tayyor. Hop, buni joyiga qo'ydik. Оружиеlar yetarli paka, patrollar ham yetar ekan. 2700 ta, 23000 ta, oho. Narvani, vaynechasiga hojatiga borish paka. Saygaga ham bor. Aptechkasiga olib qo'yish kerak ekan. Men bolgarka, boltarezlar kimnidir qamab qo'yganda ishlatishga kerak bo'ladi. Materialni ham joyiga qo'yamiz. Xo'p, endi mashinalarni ko'ramiz. Yo'q, mashina emas, birinchi anini ko'raylik-da. Qanaqa mashinalarni ugon qilishga spiska bergan bugun. O'shani ko'ramiz. Spiska mana kompyuter yonida turadi har doim. Hop. Chevrolet Corvette, opa, 135.000. Va McLaren. Mana McLaren topsa bo'ladi, lekin 3 ta ekan, 3 ta dostupna. 1 million. 150.000. Hop, Nissan. Bu o'sha dешевый mashinalar. Uxlatganga ham arzimaydi. Topsa ugon qo'ramiz, farqi yo'q. Главное qidirib topish kerak. Hop, endi mashinalar ham unaqa vohmali emas menda, qimmatlari uje egasini topib ketgan. Arzon oddiy mashinalar qolgan, faqat shu bolalar haydashiga. O'zimniki ham bor, 2-3 ta. Eng yaxshi ko'rganim mana BMW. Bu ham unaqa qimmat mashina emas. Gos narxi, по-моему, 20 millionmidi, shunaqa edi adashmasam.
Tak, ichlari ham takoy lekin yengil. Tak, buni ko'rdik. Bu yog'i mana bandaga tegishli bo'lgan mashinalar Gelik, mana qanaqadir Mers. Mana bunisi lekin komfortroq. Chunki ABS qo'yilgan, 3-stage urilgan. По-моему, hamma mashinaga 3-stage urgandim. Adashmasam shunaqada. Bunda biz armiyaga hujum qilamiz. Gelik olamiz, keyin naryoqda yana spetsialniy mashina bor armiya uchun olib qo'yganman. Bilmayman buni modelni qanaqaligini. To'g'risi. Chunki uncha mashinalarga ham qiziqish yo'q to'g'risi. Hop, yo Range, mana Porsche bilaman, Papali ham yurish mumkin. Axotaga zo'r lekin bemalol haydaveradi. Legendarniy Damas. O'rislar Dimas deb laqam qo'yib olgan, Dimas deydi. Bu yoqda o'zimni 3 ta mashinam. Tak, bu yoqda biz nimani ko'ryapmiz? Vertolyot ham bor, bu ham bandaga. Bu odam haydab uchib keturadi. Lisan Hammer konteynerdan tushadi, eksklyuzivniy, bronirованный, главныйsi bronirованный, o'q o'tmaydigan. Orqasidan uzun antennasi bor. Sputniga ulangan, chunki bu. Mana Jigulini lekin yasatgan pulimga bunaqa Jigulidan menimcha bir 20 tami bersa kerak. Ancha-muncha pul kirib ketgan buni tuning qilishga. Katta kolonkasi ham bor ichida. Diski ham 1 million edi menimcha. Hop, yana nimani ko'rsak ekan? По-моему, garajda ham bitta mashina bor edi, rozgirishga qo'yaman degan. Uni ham ko'ramiz. Hop, bu yoqda Kawasaki. Slotga ishlataman men buni, chunki juda ham tez yuradi. 350 gacha ham chiqadi maksimalkasi. Hop, endi o'sha rozgirishga qo'yiladigan mashinani ko'ramiz. Mana yangi hali umuman haydalmagan. Shila mumkin, ko'rinishi ham lekin simpatичный, chotki. Mashina qurt hali. Salonlari ham mana takoy. Upravleniyasi ham dahshat, men o'zim bir marta haydab ko'rdim. Zo'r. Главный tez yuradi. Hop, kapot mana ko'rishingiz mumkin. Probek, goskasi 1 million 700. Probek 0. Iznos 0. Mana shu videoni kommentariyasiga любой bitta so'zni yozib qoldirsanglar, xudo xohlasa keyingi videoda kim yutganini bilib olamiz. Kimga omad kelganini o'zim keyingi videoda ko'rsataman. Hop, biz ham BMWni ko'rmoqchi edik. Goskasi 20 millionmidi? 20 million dedimmi? Tak. 20 million ekan. Полный full hamma yog'i bor. 3-stage, ABS, короче, все дела. Mana ham 3-stage bo'lishi kerak. Oho, probegam. Eshik arava qilib yuborishibdi bolalar buni. 3-stage ekan bu ham. Mayli, nima ham deymiz. Endi bandaga kiramiz. Tak, улучшениямыз kerakli narsalarni ochganman faqat. Hop, mana men tepada zo'r narsa ekan. Kimdir nerviga tegsa, yoniga borib TI degan komandani bosib turib ID'sini yozsanglar, muzlatib qo'yasizlar shundoq. Boylanib qoladi. Hop, bu yoqda ограбление игроков. O'yinchilarni agravit qilsa bo'ladi, yo'lda to'xtatib. Bu yoq ограбление домов, garaj domlarni agravit qilib ichidan narsa olib chiqib ketsa bo'ladi. Mana bular kerak emas faqat bizga. Tak, bu ham biz bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Bizga faqat shu otishmalar, krajalar. Makeki bu atmishga yasash, mashina ugon qilish bu oddiy mashinalar. Bu o'sha premium klass mashinalarni o'g'irlasa bo'ladi. Plus mashinalarning hammasini ochsak, menimcha yaxshi bo'lib ketadi mashinalar bilan.
hali ochilmagan bizada. Eng glavniysi ratsiya ochilgan. U harfini bosib turib, mana shunaqa joyda mani militsiyalar ushadi desa kimdir, bizlarni bolalar sirasi uchib borib qutqarib olib chiqib ketadi hammasini otib. Hop, bu yoqda uchastklar. Yo'llar juda ko'p emas bizada hali. Mana bu yerda mashinalarni ko'rsa bo'ladi, spawn qilsa bo'ladi. Nimaga bandada odam kam deyishinglar mumkin, chunki har kimni ham o'rmaymiz. Bu yerda kam bo'lishiga qaramasdan hammasi professional bolalar. Hech nimadan qaytmaydigan. Bu yoqda mana qaysi uchastnik qanaqa qilib, qanaqa yo'l bilan ochko olib kelganini ko'rsa bo'ladi bandaga. Mana kimdirlar ограбление домов qilgan, kimdir anaqada ishlagan Охота Utkda. Ko'pchilik ограбление dom qilar ekan. Sibor Utk, Sibor Shkur Охотада ishlagan ular ham o'rmonda. Antikvar topshirgan. Bu yoq o'sha armiyadan material olib kelganlarimiz. Hop, endi bunisi kerak emas. Hop, endi qanaqa qilib ochko ishlasa bo'ladi bandaga. Mana men bitta ko'rsatgan hammasini. Metallda ishlab antikvar magazinga antikvarlar topshirganda ochko beradi. Dom agravit qilganda ochko beradi. Охота Utkda ishlasa ochko beradi. O'rmonda Охотада ishlasa ham ochko beradi. Bu yoqda уже mana skladdan kim nima olgan, nima qo'ygan, nechta olgan, hammasini ko'rsa bo'ladi. Lekin bizada limit qo'yilgan, novichoklarga qancha o'zini yaxshi ko'rsatib ochko olib kelsa, shunga qarab limiti ham oshib boraveradi. Bu meni chempionlarim qo'ymadi armiyaga boraylik deb. Keldik. Mayli, videoning oxirida armiyaga ham hujum qilib chiqib ketamiz. O, bardак. Давай, ехал. Давай. Voy, nimalar qilib tashyapsizlar? Voy, adalli, ko'ngilli. Hop, orqa bilan qo'yish kerak. Ну что, готовы? Неужели FSB ham bor ekan? Bayram-ku bu, bayram. Ko'ramiz FSB nima qila olar ekan. Go. Assalomu alaykum. Mashta bitta triga qolib ketdi deylik. Mana chempionlarim yevoradi o'zligi. Давайте, чемпионы, давайте, таскаем. Еще по одной берем, еще газ. Да все, ты тоже не офигей. Хватит. Парик, а ты что здесь раскидался? Mana shunaqa do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Sizlarni aktivinglar, podдержкanglar menga dalsha yana ko'proq ishlashimga motivatsiya beradi. Pastga Telegram kanalimizning silkasini qo'yib qo'yaman, unga ham podpiska bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.